Başlap ketdik. Şartlık minutları başlandı. Ey, kelinglar. Şartlık minutlarini ajrab yıqing, kelinglar. Qizib ketdi şartlık minutları. Qaynab ketdi. Mana. Kelinglar, oluvchilar, kelinglar. Mehmon Javqu Adiljon. Voy, mana. Mehmonlar Şartlık ichiga. minutları. Şartlık minutlari. Şartlık minutları başlandı aziz do'stlar, yaxshimi? Yaxshi. Sizdan bamu latifa yo tepishmoq naqshimi? Hammasi bor menda. Ruhluq buling, keling tiz, adablikroq buling siz. Ma'qul, chata yo'q. Qilgan har bir so'zingiz rasmi yoki soxtimi? Soxtimi gap qilamdi, gap qilgandiki rost. Jim akak. Qizvola akakdan. Qizvola akak. Şartlık minut başlandı. Tushung do'stlar bazmiga. So'zlab chaqchaq latifa, jo'r bulinglar nazmiga. Voy, isil rostlaydi o. Qarindoshlar shodlansin, qalbi kulsin, yayrisin. Yayrusin ey ballay. Şartlık minut sadosi chiqsin, toza avijiga. Avijiga chiqiraylik. Isil vallahi, Allohchilar isil. Qadrli do'stlar, shodlik bo'lgan shaydalığımız bizni yana shodlik minutlari programmamizga jam qildi. Programmamizdagi qiziqarli mazmunlardan birlashatib bilib ko'raylik. Ben riyosatchi do'stinglar Adiljon Ablimit. Qarshamiz Adiljon Ablimit. Rahmat do'stlar, rahmat. Kulki xumar sirdoshlar, mana hasratlarni unuttirg'uchi shodlik minutlari programmamiz har biringlarga shodlik ato qilsin, har bir ko'ngilga yo'l olsin. Men Zikra Keram xonim. Rahmat. Sizlar uchun mandaq bir ko'rishish sovg'asi tayyorladik. Endi bu manda gap. Biz shu bugungi programmamiz bir kuldirib o'rinlab baqayli Adiljon. Endi bu mushuliq o'g'irlarningki, masalan, boshqalarning uyiga kirgan vaqtidami, yilqi naq maydonda shu uyiga kirib qolgan ahvol ostida manda bir ko'rinish paydo bo'ldi buningda. Uy egilariga yilq o'g'ri xat qoldirayotgan. Demak, mushu jarayondagi qiziqarli ishlarni anglab baqayli. Mushu jarayonda nurg'un qiziqarli gap so'zlar bo'ldi ekancho. Ular xat yozayotganda, o'g'irlik qilayotganda uy egilari tuyuqsiz kirib qolgandan keyingi ifodalar to'g'riliq so'zish faqamda. Xo'sh, qani, diqqatinglar tövandagi kuldirgida bo'lsin. Endi anglag'uvchilar esinglarda bo'lsin, uy egisi rolida men. Uyni egisi o'g'rining rolida men. Men shuni eg'izimdan chiqaraman. O'g'ri rolida Adiljon. O'g'ri. Xo'sh, o'g'irlar bir uyga kirdi ekanda, kirib shu o'g'irlik qilib anjimish bu narsani ip bo'lib xat yozadi ekan, bir o'g'ri berilib xat yozayotganda ma uningki yana atrofida yana 10 dak bir hamkorlashuvchilari, bir sheriklari, chumoqchilari bo'lgan. Bir narsani qochilayotdi. Shulari bir narsalarni qochilayotdi ekanda, ilqini xoltilarga. Shu chaqda uyga kirib qoldi ekan. Ola bu da ishlik bo'lasan, epti men xatni yozib yetibdim. Menga jimotikda. Ikisi kelib qoldi. Sizlar kim? Yaxshimisiz? Obda tutdingizmi? Sizlar kim da'vatini? Biz parongshaydiganlar, parongshaydiganlar. Parongshaydiganlar kimni? Sizni? Bu mening parim buzilmasa. Kim deydi o? Kim deydi deysiz-ku, men o'sha uyning egisiman, o'zim bilmamdi. Xonim, lekin bu pardigan bugun buzilmasa, ati buzilib qoldi, qarang. Ati buzilmasa, o'gin buzilib qoldi. Hamon buzilib qoldi, bu pardigan so'y tushib turgan. Ularga datlashib, bunday etlib qilib qildigan shu. Bo'ldi. Ma'qul. Ravan qilishqa. Ma'qul bo'ldi. Unda siz tag'aga nim qachilayapsizlar? Tag'ag'mi? Par yerilib suv chiqib ketsa, men narsalar yulib ketmasin deb biz mulozimatda bu hamda bizning mulozimatimiz ayrim emasmi? Men uydagi narsalar buzilib ketadi deb shu men qachilab ayrim qo'yib turayotgan. O'zingiz bilasiz, qimmatli narsalaringizda qachon bu, shu buni. Mening paltoyim yulib ketami? Voy, yulib ketdi bu. Bu palto suv deganni İşçi dücümalik ma su şumurvanmısın dep çoğun paltonumda tağağısı. Issiqlik palto tutsa, issiqlik paltom yul bulama? Buludu. Qandasiga?
Konla parның suyu igizga qarab oqava deb bir gaqibdiki. Şunu iliqda pesh tegib qolsa, parның suyunu shumirib, üstüge qarab sula, üstüge qarab ma'nosin deb. Bo'ldi. Unda mavu halqa, majan üzüklerimni-chu. Bu naslama? Bu naslani datlashib ketmasin deb bas suv tegib, datlashib ketmasin deb shuni ayrim ep qo'ydik. Ha, mayli. Bu televizor ne? Televizor nem bo'lib ketmasin deb to'kib deb suv ichib kirib nem bo'lib qolsa, kuyikdi deb bunday qilib qo'ydik ham mana. Nem bo'lib qoladi. İşte biz to'nglatqu? Ha? To'nglatqu. To'nglatqunichi endi ma o'yilqi parning suyi chiqib qolgan bo'lsa endi ma uy muzlab ketib ketmasin, uyda bunday muz tutib ketmasin deb. Mujda deb, to'g'ri, mujda deb. Kiralg'umi batiqidan. Kiralg'a endi peqirab ketmasin deb o'zligidan amma suv to'kib bo'lganda ekan. Ha, oshdami bo'lami? Shu meni qaltiq sep bunday ayrim. Kompyuterchi. Kompyuter. Kompyutermi? Kompyuterni hamda biz kompyuterni biz hamda amalsiz qolgan chig'imizni Baydodan bunday izdamiz deb bunday. Ma'qul bo'ldi. Unda bo'lsa o'ngshab bo'ldinglarmi? O'ngshab bo'ldik. O'ngshab bo'ldik. Juringlar ketlar bo'ldi. Normal ekan mana narsa. Xonim o'zingiz tizib olasizmi qolgan narsalarni? Sizlarga haqiqatan. Qo'pya menga qarab turmay, menga ketimiz ham ishtigini shirkatga berib doklad qilsak bo'ldi-ya menga. Sizlar mas'uliyatchan ekansizlar-jimi? Voy, yaqa bizning hamda bu bizning xizmat stilimiz, hamda xizmat axloqimiz va xizmat mulozimatimiz mushta bizning hamda. Shunga siz rozi bo'lgan bo'lsangiz, hozir biz bir aql tekshirib bo'ldik. Unda bo'lsin, nima yanchiqni qo'laysizlar? Yanchiq. Yanchiq suv kirib ketdimi deb bunday. Voy, meni yanchiqim turib suv kirib ketami? Yo'q qilishya, kim anaqa qilsa bu. Ahmoqmidim. Chiqaman, yo'qlar ko'zimdan. Elim boş qutulduk ya balla. Şu emasmi ya? Uyim og'zim o'sh kelib keldi juma. Resmikallam ishlab ketdi juma ma'qutni oldi. Oshqotim meni o'sha alpoz bilan urib mo'rlab turib quvvatmida. Yo'q ketgan bu soqchiq meni qon bosib ketdi. Voy, voh. Elim boş qutulduk. Bombastik, donne-moi ton bom bom. Anlavatqınız. 174 Qatna san'at radiosidan Şadlık minutları. Şadlık minutları programısı. Şundan bu o'g'irlar yana bir uyda toza datalash qilayotganda, yana xat yozib turganda bu uyga kirib qoldi ekan-ku. Ya bu yezib qo'yib chiqishimiz o'zi quydi. Sen qilavermamsan, o'ylayvermamsan. Keldi. Biz keldi. Nim qilishyapsan? Nima qilishyapsan aqasan? Neymiş mavu davatım? Tapşırık işletken biz. Tapşırık. Tapşırık? Yaxşı siz ilgisiməsiz mi oyunu? Ha, neyme tapşırık? Ha? Hemen bir tapşırıkını menin uyam kep işleyeceğimse? Aqası? Bizning malım meşhadi işlendi deb sizning oyunu ko'rsatib bergandi shu. Voy, neyme tapşırık? Ha? Edebiyat, matematika bunday. Qanda nima o adabiy matematika degan ha? Bu menda-chu Allah biz degan hamda biz masalan bir misolni ishlanmay turadi qanqa to'g'ri. Ishlanmay qoladi. Shundan Hoshim o'sha kechasi asta kelib Nurnisani chaqirdi-da. Shundan ular amal yo'q dedi. Shundan chunki cho'nglar uning ko'rishiga qarshi dedi-da. Shundan ular bir xil ko'nichi ideyaning bir qurboni bo'lib ketyapti. Voy, nima bu? Hoshim bilan Nurnisaning gapini qilsa dedi. Axir xonim. Dal mushaqda Nurnisaning dadasining mushu yutalgan ovozda anglandi-da. Shu Hoshim buni anglab qo'yib, o'zini darhol daldiq elib oldi. Biroq o daraxtning shig'i qattiq usib oldi daldiq olimanda. Nima davatsa? Shuning bilan savol xonim. Men obdanglar Hoshim usib olgandan keyin beshida ishib chiqqan ishlarning aylanma uzunligini hisoblab chiqing.
Voy, nima deydigandim bu odamning beshini aylantirib, voy tangay, bunday hisobga men bekdut. Maktabdimi bundaq misollarni, masalalarni bilsam, men faqat ishlayolmaydim degina. Shu kashki uning buning daftardan ko'chirib yozatdim. Osh, bo'ldilar, yana hozir shu maktabni puturib xizmat chiqib, amdilik kelgan yana mushta masalani deb o'tasan, voy bo'ldi, qo'yg'ina, bunday hisobing nega opasan, apara. O siz bilmayapsiz. Ang yaxshisi sizlar talog'i chiqib o'ynanglar. Men tamoq pishqanda chaqiray, ha? Mo'qol. Shuning bilan o'g'irlarning hammasi o'g'irlagan narsalarni to'liq epchi ketibdi. Uyigisi ularning keyin qarab, Hey, hozirgi o'quvchilarning yukimi eg'ir jimo. Bu so'mkalar kichik kelib, yana tag'og'i qachlab o'qiydigan bo'lib ketibdi. Hey, nima degan tirishchan, o'qishga intildigan bolalar bu. Voy, televizor qani? To'nglatqu, mishadi tug'ib to'nglatqu yo'q-ku. Voy, qaysi kun olgan kompyuter. Voy, kralg'u. Voy, o'g'ri. Mana. İşte iş yaptı. Şunun bilan o'g'irlar toza o'g'irlab xat yozib o'tganda 3-chi bir ko'rinish, ya. Uyigisi kirib qoldiki, bu o'yin uyigisi bu. Bir sikir to'g'ri basan chiqaman. Ey. Sizlar kim? Nim qilyapsizlar? Ha? Kız dostumuz xat yozayotgan. O'zim yolg'iz degan edim, shu xatimda ovoz chiqib ketmasin, yushga qilmay turgan xat yozib oldi. Qiz do'stim? Ha, muhabbatim xat yozayotgan. Muhabbatim? Hey, qiz do'stimga dedingizmi? Ha, qiz do'stimga. Nima bizning uyda yozib ketdingiz? Musha tinishgan to'xshu, shu mushada yozay deb tinishadi. Sizlarga kirib yozib chiqay deb kirgan deb yo'qlagan. Maballa kim unda olsa? Maballa? Ha. Bizning maldiki sho'rklar, xat tushsin deb elib olgan. Mana yezib bilibchi maliq bersam, Okay, maballa bu 10 balaning hammasi to'shamda? 10 parcha yozdim emasmi men? Ha. Undak mabtimga 10 parcha. Mandaq kenda, ha? Har birisi birdim. Nima deysiz? Har birisiga birdim berib. Nim qalaymiqan gap qilma. Sizni deb qo'ymayman. Rosa. Yezib bo'ldingizmi? Tugidimi? Yezib bo'ldim. Ha, bo'pti. Yezib bo'ldim. Uyingizda mundaq ko'xing bormi? Ko'xing lavsur qundaq. Qanda? Kalpkum surkab mundaq xatning ustiga bisib qo'yadigan so'yganning izini chiqama. Nima davatdi? İçimni tushirib. Qanda qilin tatdatmayam, cho'nglarning oldida bunda bir tatdat degan narsa yo'qmi? Ha, qasında? Bunda so'rab qo'ydi. Qo'qoni nim qilib deb qashini ig'zingni chiqarmoqchimisan xatning ustida? Xafaman. Numus deydigan narsa bormi yo'qmi senda? Bu cho'nglar bilan kishilar o'tirib padishab bo'ldi men deb qo'yay. Shipamdu emasga bu. Juda boshqa maliga o'xshaydi bu xatda. Xafamanjima. Chiqisham ko'zim. Ko'ziga o'xshab cho'ng ko'rinib ketdimi men bu bir. Xafaman. Biz onamning uyi o'xshaydi, bir mut so'g' salam bilan kelib ekanmiz biz. Chiqaman, negvasan baraman. Ma'qul, ko'tirisha, bular. Ma'qilsingmi? Ma'qil degani qo'yib, chiqaman uydan. Ma'qul. Oy, jep yig'ilkin ama kutma, mana chiqib. Ma'qilamiz. Ma'qilani qo'yman. Jep ochiqni keldi-da, ma bir nimalar. Shuning bilan o'y egisi ayranli qopdi, butun narsalarni ichkitibdi. Voy. Televizor qani? Voy, maqaqning qashini. Tix mob albomlarni o'qtirib, va mening rasmimga burus sizib qo'yibdi. To'xtama, o'g'irlarni xat to'xta. Mana, 30 yoshli qiz bola. Butun mol bisatini arilib shunga. Alavatqinimiz shatliq minutlar. Sizlarga qashtirlar undilarimiz orqali anglag'uvchilar qanday bo'ldi biz bir
sizlarni inkastirganlardan bir ishni anglayli ha. Shirali gap qiling. Voy, xato'g'irlagan bo'lmam. Bala o'g'ri bo'ldi kabrinimni. 5-parda 5-ko'rinish ha. O'g'rilar toza xat yozayotganda ayol xo'jayin uy egasi chiqisi tangni kirib qoldi ekan-ku. Sizlar ochilashtirib olmayman yezitay. Hurmatli uy egasi. Jirajatni yaxshi qaytib keldik. Uf, uy kirib bir tamoq qilay ha. Ikisi keldi. Qanaqa qilamiz? Hozir chiq. Voy. Senlar kim? Ajab qo'rqdim. Gap qiling ha, todisi gap qiling ha maqni. Ya kim bo'lsinlar? Kim? Qada kirishdingmi uyga? Ha? Sendan gap so'rayotdi mening yo'ldishim. O'g'irma qasam. Sen Ya soqchi dilfin qilib ajma. Aka to'xta. Kim anlama, lekin indaydi. To'xtang aka. Yaxshimisizlar? Obdan tutinglar. Xato shuni qilmanglar. Xato shuni qilmang. Ya digina, nimabakcha. Men buni tonimayman, qarang. Dadisi, o'zingiz aniq so'rang kimlik ekanligini. Rost to'nimaysan? Voy tonimayman. Digina. Kim bo'lsan digina? Aka, men depre, bizchi qaranglar bizchi. Bizchi sen kim o? Digina senchu. To'rning mal yetkizuvchi jillari. To'g'ri, sizlar mana to'rda olgan mal kelganda shuni bilan voy to'xtir. Shunda To'xtir, aldirmang. Men texi 20 soat burun mal zakaz qilgandim, ajab tez kelibdi. Hozir menda tezlashib ketdi. Do'konda bor tayyor malni mushtari xonim hamda biz ham mushtaq tez mana siz buyurtgan mana Nurk palto siz buyurtgan mana. Nurk palto. Naqmal vaqti shuning bilan. Ya dadisi buda emas. Nima? Yana oldingi Nurkini. Sen bu pulni buzib. Ya qarang, bu men maash to'shmadi sana. Men tushundiray. Efendim, to'xtang, sizning siz buyurtgan siz buyurtgan mataqa sep qilgan taqani ko'tarib keldik. Kompyuter yo'ldishingiz buyurtgan. Pulni buzib nur qaldingmi? Yana deb ketgani meni. Ey, beshingni yeydigan. Nima qilating kompyuterni? Ha? Sen kompyuter ilib, degina, qaysi naynaqlaring bilan sen paranglashay deganda. Manda sen qaysi bir nimalarga chiroyli ko'rinay deb ag'antagan Nurkina. Men sen deb qo'yay, to'la gapni apqashma. Saqilingni junima masalan. Mallining oldida, ballining oldida yuzimni to'kma, qoppig'ingni yorimijima. Voy, yer faqat qilib ko'rishimiz. Chichonni junima masalan. Yoqamni qo'ypa. Ballining oldida men sen deb qo'y, bu kompyuterni elib pul bozib sen, degina, demak sen telefonga meni qaraydi deb kompyuter orqali sen aloqalashmoqchi shundami? Chiqib turinglar. Mama. Kam chiqib turama, hamma deyishma mana qatdi. Urishqamanglar. Voy, aralashmag'ina urishimiz bilan chiqama hamma uydan. Baba, urishsa. Ola ko'tira chiqdimiz. Men alg'inini ib chiqama. Kompyuterni almayman deb qo'y, qaytirib ketimiz men kompyuterni. Yoqamni qo'ypa. Voy, shu olgan kompyuterini qaytirib ketma. Akitaman, naqamda kelgansan shu yerga. Akitamda? Akita. Ekla, yondirib yutla. Pulingizdan shu telefoningizni qaytirib olmayman. Qaytirib istamam. To'xta. Nurkini qayto. Nimani qaytirdi? Balla akasin, yondu. Aka Nurkini akam. Aka Nurk qilib qolsin. Nurkini qo'yib qo'yanda? Nurkini qo'yib qo'yay. Akat davatmaydi. Qo'y davatmi? Ey, ukam akat Nurkini. Qo'yamsa, ya bir mo'rlib olaymi berib? Qanday qilmaydi akasi? Qo'y, Nurk kimning? Qo'ya. Nurkinsiz og'anlikka akam akat. Akat dedim. Voy, az gap qilay. Akitamsa yo'q, Nurkini akitamsa yo'q. Mani qo'yamsa qanday qilib qo'y, qanday qilib berib, mali chiqib bir to'lab beshim kiydigansan, butun odamlar oldida sazay bo'lsa-juma mo'rlaydigan bo'lsan. Voy, fikam qo'yib şu Nurkini qo'yib qolgan narsani kitob bo'ldi. Ma'qul. Kompyuterning keragi yo'q men uyga. Ma'qul, mana Nurkini aytgandikin deyishman. Qachon qo'ya joy qo'ya. Men boshqa narsani aytayapman. Boshqasini aytayapman. Akta. Kompyuter. Ma'qul, qo'shabsan. Urishqamanglar. Chiqabkan urush. Gom. Kompyuter nimani qilma? Kompyuterni nimaga qilganda? Ey, pulni buzib Nurkini. Voy, olima. Murlama. Ya murlama. Qaytug'izmaydigan bo'lsa, ko'gillikni ko'zlama. Murlama dedim. Murlayman. Yer ketdim. Charchadim. Masoqish bilan
Manda ishibdi bo'yda, shuni bilan o'g'irlar degandan qo'shal foyda elib. Bu qonda chiqib ketdi bo'ydini. 6-ko'rinishida aytamdiq. Deydi. Shundan o'g'irlar toza xat yozayotganda uyiga kirib qoldi ekan-ku. Mana hurmatlar. Qaqmay osta-osta qilaman. Ey vallahi X keldi. Qondoq qilamiz. Qondoq qilamiz endi ista. Kim? Sizlar kim? Ha? Kim da'vatman? Siz kim o? Men mushoyning egisi. Mushoyning egisimi? Men sizning yezingizdagi akangizning navrinisining singlisininki, hammasining navrinisining o'gay ukisining qizining saboqdishining o'ylisidiki, kalisininki egisining inisi. Nimasi bulamda? Egisi kalisining inisi. Kalisining inisi. Mana kalisining inisi. Bu yerda nim qilayotgan? Bu yerda sizga salom xat yozayotgan az qoldi, yezib bilan chiqib ketmoqchi. Salom xatni yiroqdagi kishilar yozishadi. Siz o'zingiz kelgan odam, ha? Yana shunday qilib xat yozamsiz? Men da demoqchidim, men pochtaliyan xatni juttirib qo'ymishsin deb. Yezib bo'ldingizmi? Yezib oldim, aldirmay o'qiylar, biz qaytli. Mana xat, mana qo'pshay biz qaytli. Biz qaytlayveramiz, aldirmay o'qing, ha. Birinimda chiqaman. Chiqaman. Yezdik akangizning singlisining qaynisining o'gay ukisining qotundagi qo'lini. Menga ber. Tursam, unda qilma, qaytli, biz qo'pshay. Nima bu? Javob bitdimi haq? Shuni ular palaq puluqlardan narsani qechishdi. Sizlar bana aytinglar, 7-parda 7-ko'rinish bor. O'g'irlar uyni toza qilib Uyga qaytib keldi. Trastus. Voy, Voy. ajab yaxshi keldi-qa. Uf, charjab ketib kelmayman. Toza aramanman. Senlar kimlar? Voy, bu kim o? Bizmi? Siz seni so'rayotdi. Nima deysak ular? Nima deydi? Omal deb şey. Kim o sen? Aka. Men kelgusidan kelgan. Sening 20 yil keyingi vaqting. Voy. Samat, 20 yildan keyin ajab satishib ketadigansiz siz. Men satmikanman. Ras, mening 20 yildan keyin senmi? Men senmi? Ras, siz men. Ras oshtamazsizmi? Men shu. Nima keldingiz? Nima kelgan? Shu muhim bir narsalarni izlab kelganmish. Iloqlay deb shu. 20 yildagi aslab qolganman, shu uyga ilib olay deb narsalar shuni bilan. Shunda malikim emsa malikim. Bu bala kim o adanga? Mamsa bu bala kim o? Bizning balamiz, xotin, bizning balamiz. Yana sening balang. Hey, men nima davatudu? Danga, men nima davatudu? Ya men shu xotin. So'rang. Nima davatudu? Qondoqsiz mening ishki balam bor tursam, qondoqsiz jigo. Shu emasmi ishki balamiz bor tursa? Shu chaq kelgan chaqda yana 3 yildan keyin chaqlatimoqchi. Rosma? Xotin, mening 3 yildagi mush oltinmi? 20 yildan keyin 3 yil. Qarishibdimi? Dadadanglar, opadanglar. Mana 20 yildan keyin chiqqanlar shu turmushi bizimiz shu mana. Dada deb chaqab, opadanglar. Opa. Nimga bo'lib ketdi bu? Opa. Ha? Mamma balani opa deydi? Opam so'siz. Ular nimaga yig'laydi? To'xta. Bu bolalar nimaga yig'laydi? Shu nimaga yig'laydi? Mana ish. Bu bolani tuqchi ayolimiz ham ikkimizning ayoli o'xshash hamda men sening 20 yildan keyingi vaqtda ayolimiz tug'ibdi, o'lib ketdi. Nima? O'lib ketdi. Ham siz o'lib ketdingiz xotin 20 yildan keyin. Hamda 20 yildan keyin biz yana
Yeni chiroyli xotin olasan. Hem aldım. Voy ya, bo'lmaydi. Men tug'mayman, men bo'ldi. Undan ish bo'ldiganmisa tug'ib o'lib ketadi deydi. Xotin. Samat ya, undan ish yo'q. Xotin nimish tug'maysan? Ya, bu tug'ib o'lib ketdim. Men aqida sen yana bir xotin oladi ekansan. Ilir gapingni qil. Ajrashma. Xotinni bersa. Ajrashma. Bundan ish yo'q 20 yildan keyin. Voy, bak yog'an deydi bu, yog'an. Rost 20 yildan keyin mana men o'zim turyapman demi xotin? Ya, tug'mayman. O nimish tug'maysiz xotin tug'san. Ya, tug'mayman. Ele bakka Mana nim demaychisan. Tug'sa deyman. Ben tug'ib o'lib kelsam sen chiroyli qurgan xotinni ammoqchi shunda. Unda ish yo'q. Tug'sa deyman. Tug'sa. Tug'mayman. Ketaman. Nega vazon bara bo'ldi sen. Nimish tug'maysiz kallamda o'tmaydi meni. Ya baba 20 yildan keyin qarabaq ballarimiz shunda yaxshi cho'ngildi ekan. Ya. Bu qarim yo'q, o'lib ketdi ekan. Tug'a baba. Tug'a. Ya. Voy, onda deb turibman. Ketsa, haqqasin ketsa. Nima adam biga ish deb. Biz ketili. 20 yildan keyinki shu ko'rishlar. Men ketaman. Baribir ko'rishamizmiz 20 yildan. Men ketdim. Odda yashanglar ma'qul xo'sh. Qo'psha bolalar qo'psha ketimiz. Ola taqon. Sizlar qattiq talash-tatish qilayotganda o'g'irlar to'ydirmay qechib chiqib ketibdi. Shunday qilib, o'g'irlar bu qitimmi o'ng'ishli qoldi. Amaliy turmushda bunday ishlar bo'lmaydi, bunday qasat darhol ma'lum qilamiz. Hey, anglayotganinglar. Shatih minutri. Shinjon xalq radio stansiyasi. 174 qatnash san'at radiosi.